Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon o'rtoqlar, bizning fond tag'ida o'z ishini ulantuvda. Bizga axborotdan iniz yordam so'rab qayrilgan. Eldan cho'lgan musulmon aqchasi 23.700 so'm bo'ldi. Alloh taolo sizlarning qilgan nafaqangizga, sadaqangizga Alloh taolo qabul qilib, ajr so'pir bergan bo'lsin. Hozir biz nejayuz jana axborotni alış joqda joylashgan. Biz aqchani bankomat orqali solib beramiz. Samasыңар Кыргыз элим. Уулума 23.700 сом жардамыңыздарды алдык. Үй бүлөсүнүн атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Чоң рахмат сиздерге.